qurbon, yuzlab yarador bor. Sergey Lavrov Marko Rubio bilan uchrashdi. Rossiyaning neft va gaz daromadlari keskin o'sishi kutilmoqda. Eron Yaman xususiylariga harbiylar va raketalar yetkazib berdi. Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga, agar sizga трудовой договор, NN, уведомление, deport запретni tekshirish va boshqa shunga o'xshash hujjatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz arzon va ishonchli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Rossiya bugun Kiyevda qurol ko'rgazmasi o'tayotgan poligonga zarba berdi. O'nlab qurbon, yuzlab yarador bor. Bugun 24-iyul kuni kunduzi Rossiya qurolli kuchlari Kiyev viloyatidagi xususiy poligonga ballistik raketalar bilan zarba berdi. U yerda Ukraina mudofaa sanoati vakillari ishtirokida tadbir o'tkazilayotgan bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hujum oqibatida 10 kishi halok bo'lgan. Qariyb 100 kishi turli darajada jarohat olgan. Ukraina havo kuchlari ma'lum qilishicha, Rossiya tomonidan 3 ta ballistik raketa uchirilgan bo'lib, ulardan bittasi havo mudofaa tizimlari tomonidan urib tushirilgan. Qolgan 2 raketa Kiyev viloyatidagi nishonlarga yetib borgan. Keyinchalik zarba Ukraina mudofaa sanoati vakillari ishtirok etayotgan tadbir o'tkazilayotgan xususiy poligon hududiga berilgani ma'lum bo'ldi. Dastlab Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 6 nafar kishi halok bo'lgani va o'nlab insonlar jarohatlanganini ma'lum qilgan edi. Keyinchalik Ukraina bosh prokurori Ruslan Kravchenko qurbonlar soni 10 nafarga yetganini bildirdi. Ukraina huquqni muhofaza qiluvchi organlari harbiy jinoyat va mansabga sovuqqonlik bilan qarash moddalari bo'yicha 2 alohida jinoyat ishi qo'zg'atgan. Ukraina harbiy blogeri Nikolaevskiy Vanyokning ta'kidlashicha, Kiyev yaqinidagi harbiy ko'rgazma ishtirokchilari uchun ochiq onlayn ro'yxatdan o'tish yo'lga qo'yilgan bo'lgan. Uning fikricha, aynan shu sababli tadbir haqidagi ma'lumotlar Rossiya maxsus xizmatlari qo'liga tushgan bo'lishi mumkin. Shuningdek, tadbir sanasi ko'rsatilgan afisha ham oldindan ochiq manbalarda e'lon qilingan, garchi unda aniq manzil ko'rsatilmagan bo'lsa-da. Ukrainaning First Contact mudofaa kompaniyasi asoschisi Valeriy Baravikning ma'lum qilishicha, zarba ehtimol to'g'ridan-to'g'ri qurol-yarog' ko'rgazmasi o'tkazilayotgan hududga berilgan. Uning so'zlariga ko'ra, mazkur tadbirda Armada nomli dronlar ko'rgazmasi tashkil etilgan bo'lib, unda Ukraina prezidenti maslahatchisi Sergey Beskresnev ham ishtirok etgan. U hujumdan omon qolgani va uning jamoasi jabr ko'rmaganini ma'lum qilgan. Sergey Lavrov Marko Rubio bilan uchrashdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va AQSh davlat kotibi Marko Rubio Filippinda ASEAN sammiti doirasida Rossiya-Ukraina urushini yakunlashga bag'ishlangan muzokaralar o'tkazdi. Uchrashuv yakunlariga ko'ra, Rubio Donald Tramp va Vladimir Putin o'rtasida o'tgan yil yozda Ankorejda o'tkazilgan sammit Ukrainada tinchlik o'rnatishga yordam bermaganini tan olgan va shunday degan: "Mojaroni tinch yo'l bilan hal etish uchun yangi g'oyalar kerak bo'ladi." U oldingi muzokaralarda muhokama qilingan takliflar Ukraina uchun qabul qilib bo'lmas takliflar bo'lgani, hozir ham vaziyat o'zgarmagani, endi Ukraina bu takliflarni umuman qabul qilmasligini ta'kidlagan. Rubio oxirgi jumla orqali aynan nimani nazarda tutganiga aniqlik kiritmagan. Yil boshida Rossiya va Ukraina o'rtasida bo'lib o'tgan rasmiy muzokaralar chog'ida tomonlar Donbass maqomi bo'yicha kelisha olmagandi. Ommaviy axborot vositalarining yozishicha, muzokaralar davomida taklif qilingan turli murosaga kelish variantlariga qaramay, Rossiya Donetsk oblastini to'liq o'z nazoratiga olmoqchi ekanini bildirgan. Ukraina esa bu variantni qat'iy rad etgan. Lavrov Rubio bilan uchrashuvdan keyin ochiq bayonot bermadi. Vazirlik rahbari amerikalik hamkasbiga harbiy to'qnashuv chizig'idagi haqiqiy vaziyat haqida ma'lumot yetkazgani haqidagi rasmiy press reliz bilan cheklandi. Shuningdek, Lavrov Rubioga Yevropa mamlakatlarining beqarorlashtiruvchi siyosatidan shikoyat qilgan. Tomonlarning bayonotlariga ko'ra, Rubio va Lavrov o'rtasidagi muzokaralarda biror yutuqqa erishilmagan. Lavrov va Rubio uchrashuvidan bir necha soat oldin Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy, Trampning maxsus vakillari Jared Kushner va Steve Witkoff bilan telefon orqali muloqot qilgan. Bu bo'yicha ham hech qanday tafsilot oshkor etilmadi. Ukraina prezidenti bu diplomatiyani faollashtirish va tinchlikni yaqinlashtirish haqida muhim suhbat bo'lganini aytish bilan kifoyalandi. Keyinroq Zelenskiy suhbat chog'ida amerikalik vositachilar keyingi muzokaralarning bir necha variantlarini qisqacha taqdim etganini aytdi. U yaqin kelajakda AQSh vakillari bilan bu variantlarni muhokama qilishga umid qilishini qayd etgan.
O'z navbatida Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov muzokaralar haqidagi yangiliklar fonida ortiqcha optimizmga berilmaslikka chaqirib, yangi dinamika haqida gapirishning hojati yo'qligini ta'kidladi. Shu bilan birga u Moskva Kushner va Uitkov bilan aloqada ekani va ular tez orada Moskvaga kelishiga umid qilayotganini aytdi. Biroq aniq muddatlarni keltirmagan. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi rasmiy muzokaralar AQSh vositachiligida yanvar-fevral oylarida bo'lib o'tgan. Ammo Yaqin Sharqda urush boshlangach muzokaralar to'xtab qolgandi. Chunki Kushner va Uitkov endi Eron bilan muzokaralarga jalb etildi. Rossiya ham Ukraina ham o'tgan vaqt davomida tinchlik muzokaralari tarafdori ekanini ta'kidlab kelishdi. Rossiyaning neft va gaz daromadlari keskin o'sishi kutilmoqda. Jahon bozorida neft narxlarining qimmatlashishi ortidan Rossiyaning neft va gaz eksportidan iyul oyidagi daromadlari o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 60% ga ko'payishi mumkin. Bu haqda Reuters agentligi o'z hisob-kitoblariga tayanib xabar berdi. Reuters tahliliga ko'ra, Rossiyaning 2026-yil iyul oyida neft va gaz sotishdan oladigan daromadlari 2025-yilning iyul oyiga nisbatan taxminan 60% ga yuqori bo'ladi. Rossiya, AQSh va Saudiya Arabistonidan keyin dunyoda neft ishlab chiqarish va eksport qilish bo'yicha 3-o'rinda turadi. Mamlakat federal byudjeti daromadlarining qariyb 5/1 qismi neft-gaz sohasi hisobiga shakllanadi. Agentlik ta'kidlashicha, daromadlarning o'sishiga asosan xalqaro bozorda neft narxlarining oshishi turtki bo'lgan. Eron Yaman xususiylariga harbiylar va raketalar yetkazib berdi. Eron iyul oyida Yamanga Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi qo'mondonlari, harbiy maslahatchilar hamda raketa va dron vositalarini yubordi. Bu haqda manbalarga tayanib Reuters xabar berdi. Eronning bu harakati xususiylarning Qizil dengizdagi kemalarga tahdid solish imkoniyatini oshirishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Hodisadan xabardor 4 ta manba, jumladan eronlik 2 manba, Yamanning axborot vaziri va mintaqaviy xavfsizlik tahlilchisi ushbu ma'lumotni tasdiqladi. Ularning ta'kidlashicha, Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi xodimlari va harbiy uskunalarni 13-iyul kuni Tehron Yaman samolyoti reysi orqali yetkazib bergan. Eronlik 2 manbaning Reutersga ma'lum qilishicha, Mahan Air aviakompaniyasining ushbu reysida Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining 10 nafardan 21 nafargacha xodimi, jumladan yuqori martabali